Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan dars qismimizning davomi 63-bitdan davom ettiramiz. أضف الأسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر وأخرى إلى ضمير كما هو موضح في المثال. Xo'sh, quyidagi ismlarni, ya'ni misollarda ko'rinib turganidek, quyidagi ismlarni avval birinchi marta zohiriy ismga izofa qiling, keyingi marta zamirga izofa qiling. Misol. Abnaun bolalar so'zini izofa qilamiz. Abnau Muhammadin, Muhammadning bolalar. Demak, abnau mudof bo'ladi. Muhammadin muzofun ilayh. Demak, muzofda o'sha tanvin bo'lmaydi. Abnau bo'ldi. Abnaun demaymiz. Abnau Muhammadin, demak muzofun ilayh. Mana in tanvin oldi. Endi uning o'g'illari demoqchi bo'lsak, abnauhu, uning, ya'ni Muhammadni o'zini aytayotmaymiz-da, uning o'g'illari desak, abnauhu deymiz. Asmaun so'zini at-tolibu so'ziga izofa qilsak, asmaut tullabi, at-tullabi so'ziga izofa qilsak, asmaut tullabi talabalarning ismlari. Asmauhum ularning ismlari. Zumalau sheriklar, o'rtoqlar so'zini izofa qilsak, zumalau Hamidin, Hamidning nimasi? Do'stlari, sheriklari, o'rtoqlari. Zumalauka sening o'rtoqlaring. Asdiqou do'stlar so'zini izofa qilsak, asdiqoul mudarrisi o'qituvchining do'stlari. Asdiqouhu uning do'stlari. Iqro'il misala thumma hawwilil jumalal atiya mislahu. Misolni o'qing, keyin u kabi quyidagi jumlalarni u kabi ko'rinishga aylantiring. Misol. At-tolibu zahaba ilal mat'ami. Talaba mat'am oshxonaga ketdi. At-tullabu zahabu ilal mat'ami. Talabalar oshxonaga ketishdi. Ya'ni mat'am bu yerda taomxona, ovqat yeydigan joy. At-tolibu jalasa fil fasli. Talaba sinfda o'tirdi. Demak, at-tolibu jalasa fil fasli. Talaba sinfda o'tirdi. At-tullabu jalasu fil fasli. Talabalar sinfda o'tirishdi. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Mudarris maktabdan chiqdi. Al-mudarrisuna kharaju minal fasli. O'qituvchilar maktabdan chiqishdi. At-tajiru zahaba ila suqi. Savdogar bozorga bordi. At-tujjaru zahabu ila suqi. Savdogarlar bozorga borishdi. Demak, birlikda zahaba fe'lini keltirdik, ko'plikka zahabu deb cho'zib aytiladi. Demak, mana shunday birlik bo'lsa birlik fe'l keltiriladi, ko'plik bo'lsa unga ko'plik fe'llar keltiriladi. Mana shu yergacha o'qiganlaringizni yaxshilab o'qib o'zlashtirib olamiz.